Biznes boshlashda qilinadigan top birinchi 5-6 ta xato bor. Yangi biznes boshlayotganda shu xatoni ko'pchilik qilib ketishadi. Yomon tomoni mana shu xato tufayli bankrot bo'ladi, qarz bo'lib ketadi, noto'g'ri hisob-kitob qilganligi uchun. Shuni hozir tushuntirib beraman. Kimdir shularni tavsiya beraman. Shu videoda biznes boshlayotgan insonlarga tashlab bersalar yaxshi bo'ladi. Biznes boshlashdan shunchalik bir qatobni ko'rib qo'ysa bo'ldi. O'zi kerak bo'lsa 3000, 5000, 10000 dollar nima deydi? Foydada chiqadi. Birinchi xato, juda ko'p odam nimadir ishlab chiqarsam, xaridor klient bor, sirazi savdo qilaman deydi. Qaysi ma'noda? Mana biz Instagram, YouTube'imizda bitta biznes loyihasi syomka qilganmiz. Plastmassa qoplarni eritib, nima qilish, sotish. U egasi, video qilganimiz egasi menga o'zimga talab bor. Kimdir chiqarsa men o'zim ham sotib olaman degan ma'noda gapirgan. Chunki u insonda xaridor bo'lgan, anchadan beri ishlayapti. Xaridor simida. O'zi ulgurmayotgani uchun ham shu biznes loyihani sotgan, stanovda ham sotgan, qilib bergan odamlarnikini 5-10 tonnasini olib bo'lmay sotgan. No, sezon degan narsa bor. Sezon payti zo'r. Sezon bo'lmagan paytda menga telefon qilib, "Oybek aka, siz mashinangiz, siz shuni reklama qildingiz. Mana u biznes loyiha bo'lmas ekan" dedi. Men bo'lmagan gap, qanday bo'lishi mumkin? Telefon qilsam, "Yo'q" dedi, "Aka, 5-10 tonna kelib sotgan" dedi. "Hozir endi sezon bas" dedi. Menga telefon qilib sizga ichib olib kayfda gapiryapti bu. Bunaqa bas Oybek aka. Ya'ni biznesda birinchi qilinadigan xato bu sotishni bilmaslik. Reklamada yoki nimada men o'zim sotib olamayman. Tuyaqush biznesi bor. Keyin nima biznesi bor, nima deydi haligi? Biyagumus biznesi bor. Shunda sotib olaman. O'zim to'g'ri, biyagumus ham shunaqa vaziyat bo'lgan. Biyagumus ko'p mahsulot bas, uni sotib olib ishlab chiqaradi. Ishlab chiqargandan keyin o'zi ulgurmaganlargacha odamlarga sotib, odamlarnikini olib tepasiga 100 so'm, 200 so'm qo'yib sotsa ham foyda chiqaradi-da, chunki xaridor bor, tayyor. Endi bitta narsa bor. Bunga ishonish kerak emas. Biznesda avval o'zingizni savdoingiz bo'lishi kerak. O'zingiz savdo qilishingiz kerak. O'zingiz ishlab chiqargan mahsulotingizni sotishga ahlingiz yetish kerak. Xoh u ishlab chiqargan mahsulotingiz bo'lsin, xoh u olib sotayotgan mahsulotingiz bo'lsin, sotishni bilishingiz kerak. Sotishni bilmasangiz u biznesni boshlamang. To'g'risi, qiynalasiz. Chunki siz u insonga ishon, tuyaqush biznesi. Mana tuyaqush biznesida ham tuyaqushga go'shtiga talab katta bo'lgan. Haqiqatan ham restoran, kafelarga tuyaqush o'sha bitta tuyaqush qancha muddatda tayyor bo'ladi-da. Ulgurmaganligi uchun tuyaqush o'stirganlar, boqib katta qilganlarni go'shtini keyin o'zimiz sotib olamiz deyishgan, sotib olishga ulgurishmagan. Qaysidir ma'noda sotib olishgan, qaysidir ma'noda undan keyin nima bo'ldi? Pishdi, to'g'risi. Shu sababki unaqa biznesga birovni olib, klientni o'zib sotaman desa ham unga 100% ishona olmaylar. Avval o'sha biznesni o'zlaringiz sotishga o'rganib ko'ringlar. Oringlar, ishlab chiqarib ko'ringlar. Olib sotib ko'ringlar. Men shogirdimga aytganman, shu mana Pinablog biznesini ishlab chiqarmoqchi bo'lgan. Men aytganman, "Xo'p, Pinablogda senda konkurent bormi?" desam, "Konkurentim yo'q" dedi. Konkurent yo'q dedi. Qayerda konkurent bor desam, bizdan 80 kilometr boshqa shaharda bor dedi. 80 kilometrdan dedim, "Xo'p, necha pul ketadi shu biznesni boshlashingga?" desam, $3000 pul ketadi. $100 mahsulot sotib olasan, borib konkurentingdan $100 mahsulot sotib olasan. Sotib olgandan keyin kelib o'sha reklamasi qo'ymoqchi bo'layotgan, qayerda sotmoqchisan, do'konlarga bermoqchimisan, nima ish mahsuloti? Pinablog ko'chaga qo'yib sotiladi. Ko'chaga o'sha qo'ymoqchi bo'layotgan joylarga $100 mahsulotni reklamalarni qo'yib chiqasan. Telefon ko'p bo'lib, telefonda zakazlar paydo bo'lishni boshlasa, borib o'sha yana $100 qo'shib $3000 sanani olib kelib sotib olasan. Nobog'da o'xshamay qolsa dedim, o'sha paytda ham to'g'ri tushunib qo'y, gohida pulni saqlab qolish ham bu biznesga daromadga kiradi. Ya'ni qilinayotgan. $3000 pul uchun u bola Rossiyada 1 yilni 2 yil ishlagan, to'g'risi. 1 yil 2 yil umr bu kichkina umr bas, to'g'ri tushuninglar. Shuning uchun ham borgan $100 olib kelgan, bir haftami 10 kun kutgan. Bittami ikkita odamlar telefon qilgan, lekin hech qaysi biri sota olmagan. Asosan hamma telefon qilib, "Bu nima bu? Qanaqa blog bu? Qanaqa g'ish bu?" Shunaqa qilib savollar berishgan, lekin hech kim sota olmagan. Shuni evaziga haligi nima desam bo'ladi. Qisqasi biznes bo'lmadi. Realniy biznes bo'lmadi. Nima qilishdi deydigan bo'lsalar, hech narsa qilmadi.
$2900 foydada chiqdi. Chunki biznes sotilmaydi. Agar o'zi $3000 ga borib mahsulotni olib kelganda $100 biz pashti $3000 ziyonda chiqardi. Chunki mahsulotni realni hech kim olmaydi, sota olmaydi. Xo'p, bu birinchi xatolar. Undan keyingi xatolar bor. Qilinadigan xatolar savdo sotishni bilmaydi, umrida hech qachon sotmagan, mahsulotni kimdir gapiga qiziqib turib bars etib borib ishni boshlab yuborgan. Bu birinchi xatolardan bittasi. Ikkinchi xato, byudjet hisoblamagan. Ya'ni $3000 ga stanoyni olsam, bo'ldi, shu bilan ishim yurishib ketaveradi, shu bilan ish zo'rib ketadi. Yo'q, $3000 ga stanoy olganingdan keyin yana kerak bo'lsa $300, $500, $1000, $2000 siryoga ketadi. Ya'ni siryoga pul qilish kerak, reklamaga pul sarf qilish kerak. Hozirgi zamonda reklama qilmasalar ham pul olmaydi. Biz o'zimiz ishlab chiqarish korxona reklama qilyapmiz. Reklamasiz biznes nolga teng, shuni hisobga olib qo'yinglar. Ana bu kambag'al fikrlashni yig'ishtirlar. Kambag'allar o'ylashadiki, nima? Yaxshi mahsulot reklamaga muhtoj emas. Kambag'allarning fikri bu. Yaxshi mahsulot reklamaga muhtoj emas. Nima sizlar o'ylaysizlar? Coca-Cola'da, Pepsi'da, Colgate'da ishlayotgan odamlar tupoymi shunchalik, ha? Snickers shokoladlar bor. Shular tupoymi shunchalik? Coca-Cola yaratilganiga bir asrdan o'tgan. 120 yil, 1885-yil Coca-Cola yaratilgan. 900 ham emas. 1885-yil. 1,5-2 asr bo'lyapti. Nima ular tupoymi shu darajada? Tinmasdan hamma yoq reklama beradi. Chunki reklamasiz biznes nolga teng. Siz mahsulotni zo'r qilib ishlab chiqardingiz, lekin reklama qilmasangiz mahsulot sotilmaydi. O'shuning uchun ham byudjetda ishlab chiqarish faqat stanokka emas, mahsulotga ham, siryoga ham byudjetni hisoblang, reklamaga ham обязательно. Blogerlardan foydalaning, ko'chaga bannerlardan foydalaning. Mana siz hozir mana shu mana ko'ryapsizmi? Mana gilamjon reklamasi ko'ryapsizmi? Bu ham reklama. Bu ham pul, bepulga tushmaydi bu narsa. Buni olib kelib mashinaga ilish uchun bitta odamga pul to'lash kerak. Mashina printerda chiqarish uchun bitta odamga pul to'lash kerak. Uni orqasiga taxtadan ramka qilgan buni qatirish uchun. Unga pul to'lagan. Hammasi pul, to'g'risi bo'lsa. Shuning uchun ham hisob-kitob qilgan biznes boshlayotgan paytda sotuvni birinchi bo'lib sotuvga urg'u beringlar. Sotuvdan oshgan paytlaringda, sotuvdan eplagan paytlaringda ana undan keyin уже nima biznes soqa kelib tursa-chi, mullajining kelib tursa, любой biznes yurib ketaveradi. Lekin mahsulotni ishlab chiqarib, tonna ishlab chiqarasiz, itam so'ramasa, bu biznes emas, bu problema bo'ladi. Bu muammo bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun hali biz ko'p bizneslar reklama qilganmiz. Narigi Oybek Qosimov kanalimda syomka qilayotgan paytimizda lekin kelib aytishdi, "Sen mashinistsan, sen umusan, biz ishimiz maqtash. Biz avval boramiz, egasidan so'raymiz. Mana kecha endi borib shlang, ya'ni polietilen shlang ishlab chiqarib biznes so'radik. Aka, realni ayting dedi. Necha pul kassa qilsa bo'ladi? Bir oyda necha pul kassa qilsa bo'ladi desam, Oybek dedi, eng minimum dedi 30 million dedi, maksimum dedi 100 million dedi. Minimum 30 million qanaqa holatda desam, reklama holatdan bez reklama desam, yo'q reklama. Reklamasiz dedi 0 kassa dedi. Reklamasiz kassa 0 dedi. Ya'ni o'shunda ham shu turbani olib, laboga yuklab 5-10 ta do'konlarga borsa, o'sha do'konlar olsa, o'shunda ham 30 million kassa qilib, shundan bir 10 million, 15 million foyda qiladi. Endi foydasini aniq aytishmadi, foyda bor. 100 million kassa qilsa bir 2000-3000 dollar foyda qiladi deydi. 100 million kassa qilish uchun 1 oydan 3 oydan 1 yilgacha vaqt ketadi. Nima uchun vaqt ketadi? Klient to'plashga. Bitta odam sizdan olgandan keyin, sizdan foyda qilgandan keyin yana doimiy sizdan olish uchun, mana sizdan doimiy biznesda doimiy sizdan oladigan insonlarni yaratishga harakat qilasiz. Biz reklama sohasida ishlaymiz. Bizning maqsadimiz doimiy biz bilan hamkorlik qiladigan. Biz hisob-kitob qilganimizda bitta odam 1 yil davomida 1 marta yo 2 marta, ko'pi bilan 3 marta reklama qildiradi. Har yili bizga reklama qildiradi bitta odam. 2 marta, har yili 2 marta reklama qiladi. Uzr juvachkan borda. Reklama qilganda ham 1 yilga 2 marta, misol uchun 500 dollardan pul olsak, 1 yilga 1000 dollar pul olamiz bitta odamdan. Shunaqa odamlar sonini 1000 ta qilsa, necha pul olishimizni hisob qilaveradi. Biz shunga urg'u beramiz. Sizlarga ham tavsiyam urg'uni qayta savdoga beringlar.
Shu bitta odam sizni olgandan keyin yana oladigan qilsin. Shunga urg'u bersangiz, xudo xolisa ishlang. Zo'r bo'ladi. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yib, biznes boshlamoqchi bo'layotganingizga, biznes qilishni boshlayapti, pul tikayotgan o'rtog'ingizga shu video tashlab qo'ying, iltimos. Jicha haligi minusga kirib qolmasin. Sog' bo'linglar.